O'tgan safar bozor xonim joylaganimda ko'pchilik negativchilar xonim go'shtsiz bo'lmaydi deyishgan. Hurmatli negativchilar, qabul qilib oling. Kartoshka va sabzidan uy sharoitida haqiqiy toshkentcha o'rama xonim tayyorlaymiz. Aslida men uchun xonim uyda go'sht qolmaganida tayyorlanadigan eng mazali va juda ham barakali taom hisoblanadi. Siz xonimni go'shtli yoqtirasizmi yoki kartoshkali? Kommentariyaga yozib turing, men ungacha sizga retsept qoldiraman. Oldindan elab olingan unimizga tuzli 1 stakan suv va 2-3 osh qoshiq miqdorida o'simlik yog'ini solib, o'rta yumshoqlikda xamir qorib 2 zuvaliga bo'lib tindirib qo'yamiz. Artilgan kartoshkalarni xuddi shu ko'rinishda qirg'ichdan o'tkazib oldim. Xohishga ko'ra somoncha qilib pichoqda to'g'rab chiqsanglar ham bo'ladi. Bitta katta sabzi va 2 dona piyozni to'g'rab solamiz. Tuz, namagini rostlab bir chekkaga olib qo'yamiz. Xamirimizni esa unlab o'qlov yordamida yupqa qilib yoyib boramiz. Negadir men yoygan xamirlar dumaloq formadan boshqa hamma formada chiqishi mumkin, ammo dumaloq bo'lmaydi. Qasqon listlarimizni xamir ustida yog'lab olamiz va xamirimizni ham birozgina yog'lab, nachinkamizni teng 2 bo'lakka bo'lib, yupqa qilib har tarafiga qo'yib, xonimimizni o'rtaga qilib o'rab olamiz. Bitta zuvala yoyilgan xamirdan 2 ta qasqon xonim tayyor bo'ladi. Xonimimizni qasqonga joylashtiramiz va ustini yaxshilab yog'lab, qaynab turgan suvimizga qo'yib pishirish uchun 45 daqiqaga yuboramiz. Xonimlarimiz pishgunigacha esa ustiga mazali norpangina sousini tayyorlab olamiz. Sous to'liq retseptini opisiyaga yozib qo'yaman. Albatta shu usulda tayyorlab qo'ying. Tayyor xonimni piyozlar bilan dasturxonga torting.